Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Polshani Bergen degan firmasidan mana bunaqa kukis shirinliklarini yeb ko'ramiz. Buni juda ham har xili bor ekan. Mevali, fistashkali, oq shokoladli, yana har xillari bor ekan. Men именно klassическiysini oldim. Klassическiysda oreh, izyum и karamelka ichida bo'lar ekan, и shokolad. Hozir sizlar bilan birinchi marta ochib ko'ramiz. Men bu narsalarni o'zi yaxshi ko'raman. Qatdan ochilar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Agar mana shu klassическiysi zo'r bo'lsa, qolganlarini ham albatta yeb ko'rishga harakat qilaman. Vau! Ichida to'rtta bo'lar ekan. Lekin men o'yladim, bular yopishgan bo'ladi deb. Eri shunaqa ekan. Ochib ko'ramiz. Tak, mana ochib oldim. Endi hidi bor ekan. Bu bunaqa bo'lar ekan, mana qaranglar. Har bittasini mana bunaqa ichida ikkitadan bo'lar ekan mana. Ikkitadan. Uzuncha yopishqoq emas. Bismillahirrohmanirrohim yeb ko'raman. Xullas boshidagi emotsiyalarim sıfırga ketdi. Men kutgan natijani, men kutgan mazani bermadi. Men o'ylagandim albenini vkusidagi, lekin yong'oq mayiz qo'shilgan pechenkalar deb o'ylagandim. Kofeli damlab olganman oldimga. Maza qilib ichaman deb, yeyman deb. Lekin unaqa bo'lib chiqmadi. Mana ochib sizlarga ham ko'rsataman. Pechenka и ustidagi shokoladi shunaqa pritorniy, shunaqa shirin, qanaqadir shokoladga ham o'xshamaydi, unchalik o'xshamaydi-da, shakar bilinib qolgan. Keyin yong'oq bilan mayizi juda kam, mayiz tarjimanda chiqmadi. Uni o'rniga mana bunaqa vid bersin deb, g'adir-budir vid bersin, yong'oqlarni vidini bersin deb, oq kichkina shirinliklarga qo'shadigan narsa bor, ichi pustishkaga o'xshagan narsa. O'shanaqa qo'shilganda. Shu firmani mahsulotini yeb ko'rganlar, mana shunaqa narsalarni yeb ko'rganlar, buni где-то yana 4-5 ta xili bor edi. Agar ularning ham shokoladi shunaqa bo'lsa, уже olishga не стоит. Chunki haqiqatan shokoladning mazasi umuman yoqmadi. Yeb ko'rgan bo'lsanglar, yozinglar kommentariyaga sizlarga yoqqanmidi yo'qmi, balki menga lechni yoqmayapti. Qolganlarga zo'r bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Bu shaxsiy fikrim, yana bir bora aytib o'taman. Bir xillarga именно mana shunaqa vkus yoqadi, bir xillarga yo'q. Yana qanaqa narsalar afzal bo'lishini xohlasanglar, uni ham yozib ketsanglar bo'ladi. Keyingi afzallarda ko'rishguncha, bay bay.